Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizni kuzatuvchilar. Xudo xolasa mana o'z do'konimizni ochyapmiz. Sergeli yarmarka Fayzli bozorda. Kelaverasizlar. Yuklarni tayyorlash jarayonidamiz hozir. Mana shu bu yerda tarozi bo'ladi. Bu yerga polni bodom, pista, kuraga, turshak, mana bu yerda quritilgan mevalar bo'ladi. Mango qizilidan, mango vishnesidan produktoviy hammasi. Mana bunaqa savatchalar bo'ladi, naturalniy o'riklar bo'ladi bankada. Mana mahsulotlarni qo'yishni boshladik. Mana bu kazinak bo'ladi. Bodom, mayiz, qovoq urug'i qo'shilgan asal. Hammasi kazinak bo'ladi. Kivi quritilgani bor. Kedroviy orix bor. Vkus guava quritilgani. Klubnika сушеный, kivi сушеный. Mana buni sliva qizili, sliva quritilgani. Vishne сушеный, olcha сушеный. Mana bu qiziq narsa ekan juda. Bu yerda yozilgan gruzinskiy churchxela. Gruzinskiy churchxela. Anor sharbati deb yozilganmi? Tarkibida anor sharbati, yong'oq, shakar, un, tuz bor ekan. Ajoyib narsa ekan, hali yeb ko'rmaganman. Ananas quritilgani. Sergeli, Toshkent Sergeli yarmarka Fayzli ko'chasida Fayzli bozor ochilgan. Mana shu bozorda ikkinchi do'konda ish faoliyatimizni yaqin kunlarda boshlaymiz. Barchangizni kutib qolamiz. Hali ishni yuklar to'ldirish bilan ovoramiz. Bozorimiz mana.